yaxshilab e'tibor qilinglar. Bu eko orqali rivojlanayotgan homila 11 haftayu 4 kunlik. Так, homiladorlikni biz ko'rganimizda homilamizni bo'yin sohasidan to poзвоночник oxirgi qismigacha homila atrofida demak yaxshigina shish bor, suyuqlik bor. Endi bizga homilador ayol so'rayapti, nima uchun meni homilam eko orqali rivojlanayotgan bo'lsa ham bunaqa nuqson ketyapti, ya'ni patologiya ketyapti deb. Bunday holatdagi nuqsonlarning rivojlanishining asosiy sababi birinchi rezus konflikt, ya'ni qon gruppalarining ona bilan o'sha homiladagi qon gruppalarining to'g'ri kelmasligi. Ikkinchi asosiy sabab bu genetik buzilish baribir bor bu yerda, genetik nuqson bor bu ayol bilan o'sha nimasida, genetikasida. Uchinchi sabab demak bu yerda infeksiya orqali bola rivojlanyapti. Ya'ni ayolda qanaqadir infeksiyalar bor. Savol paydo bo'lishi mumkin. O'sha homiladorlikni qo'yayotganda bular infeksiyaga tekshirtirilmadimi degan. Endi ularni qanchalik qaysi tekshiruvlardan o'tganligi bizga qorong'u, lekin asosiy sabablar mana shular. Shuning uchun demak eko qilinayotgan homila ham ona sog'lom bo'lmasa yoki bo'lmasa genetik faktorlar bor bir qonda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sog'lom homila o'smaydi. Nuqson baribir kelib chiqadi. Menda 3-4 ta folikula olib qo'ygan deyapti endi bu ayol. Xo'p, 3-4 ta folikula olib qo'yilgandan keyin bu yerda ayolda o'sha shubha paydo bo'lyaptiki, u folikulalarni o'rnatsam ham shunaqa holat bo'ladimi deb. Ayolni o'ylayotgan narsasi to'g'ri. Shuning uchun biz buni o'zini mutaxassis, ya'ni genetik tekshiruvga yuboramiz. Bu yerda genetiklarimiz bularni tekshiradi, homiladan kerakli narsalar oladi, to'qimalardan o'zgarishlar bor yo'qlik, gen tahlillari o'tkaziladi. Chunki bu homilamizda yurak urishi ham yaxshi emas. Bu yerda aritmiya ketyapti, ya'ni taxikardiya bor. Bola yana 1-2 hafta yashash nimasi bor yoki yo'q. Chunki yurak urishi juda kuchli. Atyok buni hamma joyini egallab oladi.